Assalomu alaykum azizlar. Darvozamiz Samarqand Urgutga. Balandligi 3,5 metr, yoniga to'g'ri 45 bo'lgan. Kvadrati 1 million 400 ming so'mdan, ofis summamiz 22 million 300 ming bo'lgan. Farg'ona Rishtonga balandligi 3,30, yoniga to'g'ri 10, kvadrati 1 million 200 ming so'mdan, ofis summamiz 16 million 300 ming so'mga bo'lgan. Navbatdagisi Samarqand Poson darvozamiz Navoiy Qiziltepaga. Balandligi 3,5 metr, yoniga 590, kvadrati 1 million 400 ming so'mdan, ofis summamiz 29 million, sheriga 1 million qo'shganlar, ofis 30 million bo'lgan. Navbatdagi darvozamiz Navoiy Qiziltepa ham yoniga 6 metr, balandligi 350 atrofida. Ofis summamiz 31 million so'm, sherlari bilan kvadrati 1 million 400 ming so'mdan. Bunga 1 million qo'shib berganlar. Darvozamiz 30 million, sheri bilan 31 million bo'lgan. Navbatdagisi Buxoro Romiton. Ayol kishi zakaz qilganlar, opaning darvozalari. Balandligi 3,5, yoniga 440 atrofida. 1 million 400 ming so'mdan kvadrat metri, ofis summamiz 23 million so'mdan bo'lgan. Zober Zamo, rossiyskiy shveler. Samarqand Ishtixonga Jalol aka degan kishining darvozalari ijtimoiy tarmoq orqali hammalari zakaz berishgan bizga. 380 balandligi, yoniga 420 atrofida bo'lgan, kvadrati 1 million 600 ming so'mdan, ofis summamiz 24,5 million bo'lgan. Shtampovka bir qavat idoramiz. Balandligi 410, yoniga 517. Bu tomonlar ham kvadratga kiradi. Ofis summamiz 14 million so'm, kvadrat metri 700 ming so'mdan bo'lgan. Manzilimiz Namangan shahar, Promzonada. Ekran ustidagi telefon raqamiga telefon qilsani, Telegram, WhatsApp hamma narsa ijtimoiy tarmog'imiz bor. Fasollarni tashlab beramiz sizlarga.